Assalomu alaykum ahli guruh. Yaxshimisizlar, tuzimsizlar? Hammanglarga juma ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun 2026-yil 13-fevral qoramizdan tomosha. Qiziqqanlarga sotiladi. Afg'on soluvlarimiz. Bulari bo'g'oz. Bulari bo'g'oz hammasi. Har xil variantlari bor. 2 tish, 4 tish, 6 tish, orasida qo'zi tishlar ham bor. Bular bo'g'ozlar mana. Maşallah deb qo'yasizlar. Alloh havas qilganlar hammaga shunaqa qo'ylar boqish nasib qilsin. Bu yoqda mana qo'y tuqqanlari bor. Tuqqanlari, qo'zi soluvchaliklari bor, qo'zi qo'chqorliklari bor mana. Tuqqanliklar. Maşallah deb qo'yinglar. Kimga shunaqa sifatli afg'on soluvli kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Chiroyli narxlarni kelishtirib, chiroyli qilib beramiz. Narx-navosi olishinglarga qarab o'zgaradi. Alloh hammamizning chorvamizga baraka bersin. Qo'y boqinglar, qo'yda baraka bor.